Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. 2050-yilga borib O'zbekiston aholisi 52 milliondan oshishi mumkin. Afsuski, tug'ilish darajasi pasayib bormoqda. Bugun shu haqda batafsil ma'lumot beramiz. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekiston aholisi 2050-yilga borib 52 milliondan oshishi kutilmoqda. UNICEF hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda demografik o'sish saqlanib qolmoqda va aholi soni bosqichma-bosqich ortib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2000-yilda 25 million bo'lgan aholi 2025-yilga kelib 37 millionga yetgan. Prognozlarga ko'ra, 2030-yilda 40 milliondan oshishi, 2050-yilga borib esa 52 milliondan yuqori bo'lishi kutilmoqda. Rasmiy ma'lumotlar ham o'sishni tasdiqlaydi. 2026-yil boshida aholi 38,2 million, aprel oyiga kelib 38,4 milliondan oshgan. Shu bilan birga, aholining o'rtacha yoshi 20 yoshdan 30 yoshgacha ko'tarilgan va 2050-yilga kelib 35 yosh bo'lishi prognoz qilinmoqda. Keksa aholi ulushi ham sezilarli ortib, 65 yoshdan yuqori fuqarolar soni 6 milliondan oshishi mumkin. Tug'ilish darajasi pasayib, mamlakat demografik jihatdan sekin-asta qarish bosqichiga kirmoqda. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: darakchi.uz kanali.